Bo'ldi, stop. Qani bir qator bo'linglar-chi askarlar. Mahallada bir ishda begona odamlar paydo bo'lib qopti. Nimami? Sanlarda lagerga bormayman endi. Sani bo'yingni qara, gavdangni qara. Mahallaga qaramadingmi? Ho'kizlar. Тебя люблю, ой, yandırar ekan bu güzel duygu. İkide yüzü kıpkız. O, qani mana birinchi brat. Oshqozonga premyera bo'ldi. Ma. Nima qilib yuribsiz biz mahallada? Shu mahallada bitta Laylo degan qiz bor ekan. Dadasi bilan gaplashgan kelgandim. O'sha qiz sizga ukasi borligini aytganmidi? Bu mahalladan qiz olib chiqib ketish oson emas, brat. Biz o'zimizga yarasha urf-odatlarimiz bor. Siz oldin qizni dadasini sinovdan o'tishingiz kerak. Shuni bilasizmi? Ha? Tog'a baq mahallaga kuyov bo'lmoqchi ekan. Laylo opamni qo'ldan so'rab kelibdilar. Men bu bratga aytdim, mahallada ishingiz bitishi uchun oldin qiz dadasini sinovdan o'tasiz. To'ppa to'g'ri aytibsan, jiyan, to'ppa to'g'ri. Rossiyadan turib O'zbekistonga tezda degan ilovadan tashlasan-da pulni. To'g'ri, G'o'zani o'lib qola. Laylo opa bizni qo'shniligini balki aytarmiz. To'xta jiyan, qishga banka yoptirishimiz kerak hali kompot, shakar olib qilib. Keyin aytamiz. Mayli. Alo Barnoy, kim bo'ldi? Qo'shni? Amaki, qizingiz Laylo opaning qo'lini so'rab kelgan ekan bu brat. Aytdilarmi bunga qizni dadasini sinovdan o'tish kerakligini? Ha? Jonazam, bul. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü. Akajon, mana. Rahmat. Qo'y burdi. Bratishka, qaravol. Sabbi akajon. Mana shuni Sabiqaga yuvib ketaman. Shumi? Ha? Qani aqlingchi? Ana. Kunsi o'zingizga sig'masdi. Sog' bo'lash, hayır. Jahon aka yangilikda eshitdingizmi? Kelajakda odamlarda naqd pul bo'lmas ekan. Kelajakga xush kimsan? Balla, miyaga biznes qo'yani, jinnisiga qoldi-yu. Qani qo'yingiz uchunimizga aytib beringchi. Ketdi, boraylik o'sha yerda aytib beraman. Chamadonni ol, bratishki. Ko'rdilaringmi? Savdon zo'rligini hech kim bozorga bormay, hamma zamondoshga kelyapti. Balla, bitta hamma narsa arzon ekan. Masalan, mana uruvchiga 500 so'mdan ekan. Bak sotib olganimizdan keyin narxlarni sun'iy oshiramiz, buni 1000 so'mdan sotamiz. O'rtoq, 8 da sotaylik, zo'r bo'ladi. Menga qara 600 dan sotamiz, shundaymi? Ho! Albatta sotib olaylik. Keyin urishaverasizlar, yo'q. Bratan, nechta bo'lyapti mana shu ponni do'kon o'zingizdan tashqari hisoblab aytib boring. Tirrancha. Puling ko'payib ketdimi shunaqa? 400 ming. Bormi o'zi? Ha, qo'layapsan, nimada o'ylovding? Katta odamlarda bo'ladi-da katta pul. Bizda mana shunaqa pul bo'ladi. Surbatdan. O'tkazsaga savdoni. Och. O'rtoq aka. Ukam kasalami? Ha? Sen ham ortiqcha ekansan, chopilding. Wow. Mana bir blogerlarga o'xshab ovqatimni istoriyaga qo'y, akalarimi ko'zida kiydirib. Ana. Ha. Hozir istoriya qo'yavering, ko'rib qoldik. Asarti dahshati, ha? Kavob to'rtta aytaramizsan-da, ikkitasiga to'ymaymiz biz.